1-yanvar 2026-yildan Rossiya territoriyasida yurgan migrant registratsiya yoki patentida ozgina muammo bo'lsa ham 3 yilga qamalarkan degan ma'lumotlar internet tarmoqlarida tarqamoqda. Do'stlar, ushbu ma'lumotlar qanchalik to'g'ri? Agarda siz Rossiya territoriyasida noqonuniy yurgan bo'lsangiz yoki hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa, siz reyestr kontrolli yo'qligiga kiritilasiz va Rossiya territoriyasidan deportatsiya qilinishingiz mumkin. Bu uchun jinoiy javobgarlik yoki qamoq jazosi ko'rsatilmagan. Qaysi holatlarda migrant jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin? Agarda migrant Rossiya territoriyasida o'zini qonuniy yurish uchun noqonuniy qalbaki hujjatlardan foydalangan bo'lsa, masalan, registratsiya yoki patentni qalbakilashtirgan bo'lsa, shu holatda u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ikkinchidan, agar Rossiya territoriyasiga noqonuniy yo'l bilan yoki qalbaki hujjatlar bilan yoki zapret deportga ega bo'lib turib, noqonuniy ravishda kirib kelgan bo'lsa, shu holatlarda ham jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Boshqa holatlarda mayda kamchiliklar uchun jinoiy javobgarlikka tortilmaydi.